ishdan bo'shatilib qoldim. Hozirda ishsizman. Kasalxonada ishlardim. Nima uchun bo'shatishdi sizni? Birinchi umuman kasalxonani sharmanda qilding dedi. Sizlarga sandaqa nima kerak emas dedi. Shunaqa. O'zing xohishing bilan ketmasang, bizga sizdek nima kerak emas dedi. Xodim kerak emas dedi. Sizdek xodim degani nima degani endi? Endi nima deydi? Geylar deydi, ishlashga haqqi yo'q umuman degandek. To'liq munosabat bildirdi. Kim aytdi bu haqda sizga? Bunaqa orientatsiyali odam bizga kerak emas deb kim aytdi? Bosh vrachimiz aytdi. Shunaqa O'zbekistonda qonun bor ekanmi? Qonun yo'l qo'yib beradi ekanmi? Shunaqa jinsiy ozchilik vakillari ishlamasligi kerak degan qonun bor ekanmi shunaqa? Men aytganimda umuman nimasi bor? Men o'zimni o'yimdagi narsani aytdim, ochiq intervyu berdim. Nima u gunohmi desam, yo'q. Bo'ldi o'zi. O'z xohishingga ko'ra yoz, bo'lmasa umuman ishdan bo'shaganing yo'q dedi, boshqacha qilib yuboramiz dedi. Nima qilamiz dedi? Chaqirib oldi, undan keyin tushuntirib aytdi, shunaqa, o'zing xohishing bilan ishdan chiqmasang, bo'lmasa seni bu yerdan ham sharmanda qilib chiqaraman dedi. Bir marta aytib qo'ydim, shunaqa endi nima qildim, o'shani aytgan bo'lsam, o'zim xohlagan narsamni aytdim sizlarga. Hech ziyoni yo'q desam yo'q dedi. O'sha biza bunaqa orientatsiyali odam ishlashiga haqqi yo'q degandek gap qildi. Shundan keyin yozib ketaverdingizmi? Yozib ketdim ha. Endi boshqa yerga ishga harakat qilib ko'rdingizmi? Boshqa yer ishga joylashishga harakat qilib ko'rdingizmi keyin? Boshqa joyda umuman hukumatning ishidan nimani o'zim tashdim. U yerda kim bo'lib ishlardingiz? Hamshirami? Yo'q. Massajist bo'lib ishlardim. Sizni shu jinsiy orientatsiyangiz uchun ishdan bo'shatishyapti, to'g'rimi? Xo'p, endi nima qilyapsiz? Endi nima qilmoqchisiz? Endi aniq maqsadim yo'q hozirda. Umuman yashashga meni nimam qolmadi. Umuman odamlardan qo'rqib qolganman. O'zingizni endi bir nima qilyapsiz? Yakka his qilyapsiz o'sha jamiyatda. Yakka o'zi umuman odamlardan qo'rqibmi yoki bir shunaqa bir his bo'ladi-da, gaplashsam o'zi menga 5 tanishim bo'lsa 4 tasi bo'lib chiqadi. Endi meni xarakterim, meni gapirish ohangim nima baribir odamlarda nafrat uyg'otsa kerak. Payg'ambarimiz o'gitlari. Imom Zahabiyning Katta gunohlar kitobida kelgan navbatdagi gunohning nomi bachchavozlik deb ataladi. Alloh azza va jalla o'zining ulug' kitobida Lut alayhissalom qavmi haqidagi qissani bir necha o'rinda eslatib o'tgan. Jumladan, endi qachonki bizning farmonimiz, ya'ni azobimiz kelganida u joylarni ostdan ustun qilib yubordik va ularning, kofirlarning ustiga Parvardigoringiz dargohida belgilab qo'yilgan sopol toshlarni paydarpay yog'dirdik. U joylar bu zolimlardan, ya'ni Makka mushriklaridan yiroq emasdir. Hud surasi 82 hamda 83 oyatlar. Islom ummatining zolimlari ham ularning hunarini takrorlasalar, ular kabi jazolanishlari hech gap emas. Shuning uchun ham payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytgan edilarki, ummatim xususida qo'rqqan narsalarimning eng qo'rqinchlirog'i Lut qavmining amalidir, ya'ni bachchavozlikdir. Ibn Majah rivoyati. Boshqa bir hadis sharifda esa Lut qavmi amalni qilgan kimsani Alloh la'natlasin deb 3 bora takrorlaganlar. Ibn Hibbon rivoyati. Yana bir hadisda Lut qavmi amalni qiladigan kimsalarni uchratsangiz, qiluvchini ham, qildiruvchini ham o'ldiringlar deyilgan. Abu Dovud, Tirmiziy, Ibn Majah hamda Bayhaqi rivoyati. Ibn Abbos roziyallohu anhu aytgan ekanlar, bachavozlarni Lut qavmi jazolangani singari qishloqdagi eng baland binodan uloqtiriladi. So'ng ustlaridan tosh yog'diriladi. Alloh taolo payg'ambar Lut alayhissalomning qavmi bilan munozara qilgani haqida xabar berib, shunday deydi: Sizlar butun olamlardan ajrab, hech bir jonzot qilmagan ishni qilib, ayollarga uylanish o'rniga erkaklarga yaqinlashurmisizlar? Va Parvardigoringiz sizlar uchun yaratgan jufti halollaringizni tark qilurmisiz? Yo'q, sizlar haddan oshguvchi qavmdirsizlar. Shuara surasi 165-166 oyatlar. Sizlar hech bir jonzot qilmaydigan ishni qilib, ya'ni ayollarni qo'yib erkaklarga yaqinlik qilish bilan insoniylik chegarasidan chiqib,
hayvon darajasiga tushib qoldinglar. Hattoki hayvon ham bu ishdan jirkanadi. Sizlar hayvonlardan ham tuban, yaramas kimsalarsiz. Anbiyo surasining 74-oyatida mazmunan shunday so'zlar bor. Yana biz Lutga hikmat va ilm ato etdik va uni nopokliklar qiluvchi bo'lgan qishloq ahlidan najot berdik. Dar haqiqat ular yomon buzuq qavm edilar. Qishloqlarining nomi Sadum bo'lib, ular Alloh taolo o'z kitobida zikr qilganidek nopok ishlar bilan mashg'ul bo'lardilar. Ular butun mavjudotlar hech bir jonzot qilmagan ishni qilib, erkaklarning orqasiga yaqinlik qilar va boshqa munkar ishlarni amalga oshirar edilar. Rivoyat qilishlaricha, 4 toifa odamlar Allohning g'azabiga duchor bo'lgan holda tong orttirib, Allohning qahrini keltirgan holda kunni kech qiladilar. Ular o'zlarini erkaklarga o'xshatuvchi ayollar, o'zlarini ayollarga o'xshatuvchi erkaklar, hayvonga yaqinlik qiluvchi kimsa va erkaklarga yaqinlik qiluvchi kimsa, ya'ni bachavoz. Rivoyat qilishlaricha, agar bir erkak boshqa bir erkakning ustiga chiqsa, Rahmonning arshi Alloh taoloning g'azabidan qo'rqqanidan titrab ketadi. Osmonlar ham yerga qulab tushishiga bir baxya qoladi. Shunda farishtalar osmonning har tarafidan tutib, Qul huvallohu ahadni oxirigacha o'qiydilar. Natijada Alloh azza va jallaning g'azabi bosiladi. Asarlardan birida kelganki, 7 toifa odamlarga Alloh qiyomat kunida qaramaydi. Ularni gunohlaridan poklamaydi. Butun olamlar, barcha mavjudotlar bilan birga to'plamaydi va ularni do'zaxga birinchilar qatorida kirgizadi. Agar tavba qilsalar, bu uqubatlardan xalos bo'ladilar. Zero kimki tavba qilsa, Alloh uning tavbasini qabul qiladi. Ular qo'liga aloqa qiluvchi, bachavozlik qiluvchi va qildiruvchi, mast qiluvchi narsalarga mukkasidan ketgan kimsa, ota-onasiga qo'l ko'taruvchi kimsa, hattoki ular uning dastidan dod deydilar, qo'shnilarga ozor beruvchi kimsa, hattoki uni odamlar la'natlaydilar va qo'shnisining xotini bilan aloqa qiluvchi kimsa. Payg'ambar alayhisalom aytadilar: erkakka yoki ayolning orqasiga yaqinlik qilgan kimsaga Alloh azza va jalla qaramaydi. Tirmiziy, Nasai hamda Ibn Majja rivoyati. Abu Said Sa'luki aytgan ekanlarki, yaqinda bu ummatda bachavozlar deb nomlanadigan bir qavm paydo bo'ladi. Ular 3 toifa bo'lib, bir toifasi qaraydigan, boshqa toifasi qo'l ushlaydigan, 3-toifasi mana shu ishni qiladigan bo'ladi. Ayol va o'spiringa shahvat bilan qarash zinodir. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, odam farzandiga zinodan bo'lgan nasibasi bitilgan bo'lib, u bu nasibasiga shak shubhasiz yetishguvchidir. 2 ko'zning zinosi qarash, 2 quloqning zinosi eshitish, tilning zinosi so'zlash, qo'lning zinosi ushlash, oyoqning zinosi yurib borish, qalb xohlaydi, farj esa buni tasdiqlaydi yoki inkor etadi. Buxoriy va Muslim rivoyati. Shu sababli ham solih zotlar o'spirinlarga qarash, ular bilan aralashib yurish va birga o'tirishdan qattiq saqlanganlar. Hasan ibn Zakvon aytganlarki, boylarning bolalari bilan majlis qurmanglar, birga o'tirmanglar, zero ular bokiralar ko'rinishiga ega bo'lib, ular ayollarga qaraganda fitnakorroqdirlar. Tobiinlardan biri aytgan ekan, mening nazdimda taqvodor yigit uchun chang soladigan yirtqich hayvondan ko'ra huzurida o'tiradigan yosh o'spirin xatarliroq. Ba'zilar erkak kishi o'spirin bilan hech qachon bir joyda tunamasin degan ekanlar. Ayrim ulamolar o'spirinlarni ayollarga qiyos qilib, ular bilan uy, do'kon yoki hammomda xoli qolishni harom deb hisoblaganlar. Zero payg'ambar alayhissalom aytgan ekanlarki, birortangiz mahrami hozir bo'lmagan ayol bilan sira xoli qolmangiz. Muttafaqun alayh. Dar haqiqat, ayrim o'spirinlar ayollardan ham husndorroq bo'lib, bu katta fitna keltirib chiqarishi mumkin. Chunki ayollarga nisbatan qilib bo'lmaydigan yomon ishlarni yosh o'spirinlarga nisbatan amalga oshirish oson. Ayol har holda o'zini himoya qila oladi, buzuqlikni tushunadi. Bolaning esa bu narsalarga ko'p ham aqli yetavermaydi. Sufyon Savriy rahimahulloh hammomdaligida oldiga bir xushsurat bola kirdi. Shunda u kishi, uni mening oldimdan chiqarib yuboringlar, uni huzurimdan chiqarib yuboringlar. Zero men har bir ayolning yonida bir shaytonni ko'rsam, har bir bolaning yonida 10 dan ortiq shaytonni ko'raman dedilar. Bir kishi Imom Ahmad rahimahullohning huzurlariga bir xushsurat bola bilan kirdi. Imom undan bu bola senga kim bo'ladi deb so'ragan edilar. U singlimning o'g'li deb javob berdi. Shunda u zot, uni bizning oldimizga boshqa olib kelma. Va sizlarni tanimaydigan odamlar sen haqingda yomon gumonga bormasliklari uchun
u bilan ko'chada birga yurma dedilar. Xabarlarda aytilishicha, nazar zinoning elchisidir. Nazar iblisning zaharli paykonlaridan bir paykon bo'lib, kimki uni Alloh uchun tark etsa, Alloh unga shunday ibodatni beradiki, u qalbida ibodat halovatini tuyadi. Islom ummati qo'li bilan shu nopok ishni qilgan kimsa ham bachavoz, gunohkor ekanligiga ijmo qilgan. Xolid bin Valid chekka arab yerlarida ayol singari erga tegadigan bir kishini uchratganini Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ga xabar qildi. Abu Bakr maslahatlashish uchun payg'ambar alayhissalom ashoblarini to'pladilar. Ular safida Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu ham bo'lib, u kishi bu gunohni faqatgina bir ummat sodir etgan. Alloh ularni qanday jazolaganini o'zingiz yaxshi bilasiz. Uni yoqib yuborish kerak deb o'ylayman dedilar. Payg'ambar alayhissalomning ashablari bu fikrni ma'qulladilar. Abu Bakr uni yoqib yuborishni buyurdilar. Bayhaqiy rivoyati. Ali radhiyallohu anhu aytgan ekanlar: kimki xohlab o'ziga yaqinlik qilishlariga imkon bersa, Alloh unga ayollar shahvatini tashlaydi va uni qabrida qiyomat kunigacha toshbo'ron qilib haydalgan shaytonga aylantirib qo'yadi.